Suv hayot manbai. Atmosfera havosining ifloslanishi, sanoat rivojlanishi, dunyo aholisi sonining ortishi bugungi kunda toza ichimlik suviga bo'lgan talabning yana ortishiga sabab bo'lmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashiga qaraganda 2050-yilga borib bu muammo yanada chuqurlashishi mumkin. Mana shunday murakkab vaziyatda muhtaram yurtboshimiz aynan Surxondaryo viloyati janubida tabiiy boyliklarimizdan, resurslarimizdan foydalangan holda daryolarimizdagi zilol buloq suvlarini aholiga yetkazib berish uchun katta bir mega loyihaning ikkinchi qadamga start berganligi, voha ahlining 1.300.000 kishisini zilol suvdan, ekologik toza suvdan bahramand bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Ichimlik suvi ta'minotini 90%, oqova suv ta'minotini esa 35% ga yetkazish rejalashtirilgan. Asosiy e'tibor chekka hududlarga, suv ta'minoti yaxshi bo'lmagan hududlarga ham qaratilyapti. Aynan Surxon aholisi bugun cheksiz minnatdor. Loyiha taqdimotida To'palang suv omboridan ichimlik suvi tarmog'ini tortish doirasida amalga oshirilgan ishlar hajmi, bosh suv tozalash inshooti, obyektlarda o'rnatilgan zamonaviy texnologiyalar, avtomatlashtirilgan onlayn boshqarish tizimi, tumanlarda barpo etilgan rezervuarlar ma'lumotlari borasida axborot berildi. Bundan 4 yil ilgari, ya'ni 2021-yil muhtaram prezidentimiz vohamizga tashrif buyurganda To'palang suv ombori xalqimiz uchun toza va sifatli ichimlik suv manbai ekanligini ta'kidlagan edi. Buni qarang, yillar o'tib yana To'palang suv omborining tabiiy toza ichimlik suvi nafaqat 5 ta tuman, balki viloyatning 12 ta tumanni qamrab olish uchun katta bir loyihaning qadami boshlandi. To'palang suv ombori tog'lar uzra tushib, suv tozalash inshootiga keladi va undan so'ng Sarosiyo, Denov, Oltinsoy, Sho'rchi tumanlaridan bugun Termiz shahri va Termiz tumaniga qadar yetib kelish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Albatta, katta bir loyihaning amalga oshirilishi vohaning 1.800.000 nafarga yaqin aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash imkonini beradi. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Xo'sh, Termiz shahar, Termiz tuman hududi aholisi oldin toza ichimlik suvi ichmasmidi? To'g'ri, toza ichimlik suvi ichar edi. Lekin To'palang suv omboridan tushib kelayotgan tabiiy toza suv insonni ham organizm uchun, ham hayot sifatini yaxshilash uchun muhim bir loyiha sifatida e'tirof etilmoqda. 2021-yil Prezidentimiz Surxondaryoga tashrifi jarayonida men Surxondaryo xalqining bugungi kunda ichayotgan suvidan qoniqmayman. Ichimlik suvni o'tkazish uchun men bugun surxondaryoliklarga To'palang suv omboridagi suvni Termizga davri olib kelish uchun mablag' olib keldim va shu ishni boshlash uchun keldim deb biz surxondaryoliklarga murojaat qilganda biz surxondaryoliklar juda quvongan edik. To'palang suv omborining suvi Sarosiyo, Denov, Sho'rchi, Qumqo'rg'on tumanining ba'zi mahallalari bu toza, shirin ichimlik suvdan foydalanyapti. Mana ikkinchi etapi uchun shu yilning oxirigacha Surxondaryoning markazi Termiz shahriga olib borish uchun yana 70 million dollarlik mablag' ajratildi va bunga start berildi. Biz Surxondaryo xalqi prezidentimizdan minnatdormiz. Termiz shahri, Termiz tumani janubiy qismida joylashgan tumanlarimiz uchun ichimlik suv manbasi ozroq muammoli. Oxirgi 8 yillikda xalqaro moliya institutlarining o'zidan 2 milliard 200 million dollar ajratilish. Termiz shahri uchun ajratilgan 287 million dollarlik mana bu loyihamiz. Bu yil dekabr oyigacha oldimizga topshiriq qo'yilgan, hamma sharoit yaratilgan, mablag'lar ajratib berilgan. Bizga faqat ishni bajarib, chiroyli qilib xalqimizga suvni yetkazib berish. Loyiha doirasida har bir tumanning rejalashtirilgan manzilida hajmi 1.000, 10.000 va 20.000 kub metrdan iborat suv yig'ish rezervuarlari qurib bitkaziladi. Loyiha doirasida Termiz tumanida 28,5 kilometr uzunlikdagi ichki metall suv quvuri tarmog'i hamda Bandixon tumanida 9,5 kilometr magistral hamda 2,3 kilometr ichki metall suv quvuri tarmog'i barpo etiladi. Mas'ullar ishtirokida Termiz hamda Bandixon tumanlaridagi suv uzatish ichki hamda magistral tarmoqlari obyektlari qurilishiga start berish marosimi vohaliklarga o'zgacha quvonch hadya etdi. Biz
Bizning qishloq xo'jaligimiz suvdan juda qiynalgan. Hattoki o'sha paytda ichimlik suvi yo'qligidan Sherobod kanalining suvini odamlar ham ichar edi. Do'stlik munosabatlari Tojikiston bilan o'rnatilganning ertasiga biz borib, Katta Hisor kanalidan Surxondaryoga suv olib kelganmiz. Hozirgacha shu davom etyapti. Termiz shahri, Termiz tumani 5 ta tumanga yana suv kelyapti. Buning uchun Qumqo'rg'ondan Termizgacha 115 kilometrlik quvur yotqizilib kelyapti. Endi buning eng yaxshi tomoni men doim ta'kidlab kelaman, elektr energiyasiz suv keladi. Bu bosim juda katta. Agar shu bosim bo'lmaganda qancha elektr energiya bilan suv olib kelinishi mumkin-edi. Hozir bunday bo'lganda suv o'z oyog'i bilan kelyapti mana. Endi ikkinchi etap muddat aytildi. 1-dekabr kuni Termizga ichimlik suvi keladi. Viloyatimizdagi mana shu rivojlanishlarning hammasiga bizning xalqimiz, butun Surxondaryo xalqi minnatdor. Dastlab Obihayot suvni qayta ishlab iste'mol qilish uchun tayyorlovchi inshootga kelib tushadi. Mazkur inshootda suv 5 bosqichda qayta ishlanadi. Ana shu bosqichlarda Obihayot kislorod bilan boyitiladi, tozalanadi. Turli xil reagentlar qo'shiladi. Dengiz qumi bilan to'ldirilgan hovuzlarda tindiriladi va oxirida xlorlanadi. Inshootda qayta ishlangan suv nazorati avtomatlashgan tizim orqali boshqariladi. Bunda Turkiya davlatidan keltirilgan zamonaviy texnologiyalardan foydalanilmoqda. Bu esa ortiqcha isrofgarchilik va tarmoqdagi uzilishlarning oldini olishga xizmat qilyapti. Ko'lami va ahamiyati jihatdan yirik mazkur loyiha doirasida suv tozalash inshootining o'zida laboratoriya tashkil etildi. Bu yerda har kunlik suv nazoratdan o'tkazilib, tarkibi tekshirilib turiladi. O'z o'rnida haqli savol tug'iladi. Yillar davomida viloyat aholisi, markaziy shahar xalqi toza ichimlik suv iste'mol qilmasmidi? Iste'molga yaroqli ichimlik suvi qanday sanitariya-epidemiologik normalarga javob berishi kerak? Surxondaryo sharoitida ham O'zbekiston milliy standartida 133 2024 normativlarida 7 mg ekvivalentda 10 gacha ruxsat etilgan. Lekin ko'p hududlarimizda suvimiz sho'rligi sababli qattiqligimiz yuqori chiqadi. 11-15 gacha chiqishi mumkin. Eng achinarlisi, o'sha suvdan bolalar ham iste'mol qiladi, ayollar ham iste'mol qiladi, keksalar ham, yondosh kasalligi bor insonlar ham. Muhtaram yurtboshimiz esa vohada mana shunday yondosh kasalliklarni oldini olish, aholini kasalligini davolagandan ko'ra uni oldini olib, turmush darajasini, mehnat sifatini yaxshilanishi uchun toza, tabiiy, ekologik ichimlik suvini olib kelishni maqsad qilyaptilar. Suvdan yashil energiya olinishi bu davlat iqtisodiyoti, uning rivojlanishi uchun asosiy qon tomirday muhim bo'lsa, insonlarni toza ichimlik suv bilan ta'minlash masalasi ham aholi salomatligi uchun shu qadar zaruriy ehtiyojdir. Bir vaqtlar insoniyat uchun tuganmas boylikday tuyulgan toza ichimlik suvi bugun aslida eng qadrli va tejab foydalaniladigan ne'mat ekanligi kunday oydinlashdi. Ilgari suv yetishmas edi. 75 yillik oldik tarixni bilamiz. Suvlar nihoyatda qadrli edi. Hatto ko'lmak suvlarini ichganmiz. Bugun dorilaman kunlar keldi. Mana tog'i toshlarda suvlar oqayaptiki, bu to'palan suvi shunaqa toza suv bo'ladiki, bu qor suvi, ekologik toza suv, insonning umriga umr qo'shadigan suv bo'ladi. Umuman insonning umri asosan havo bilan suvga bog'liq. Suv tiniq bo'lsa, suv yaxshi bo'lsa, umr uzoqladi. Qancha xarajatlar bilan suv olib kelinyapti. Xalqimiz nasib bo'lsa bayram qiladi. Yana bir ma'lumot. 2025-yilning yoz faslida Zarchob 3 loyihasining foydalanishga topshirilishi natijasida yiliga o'rtacha 70 million kilovatt-soat elektr energiya ishlab chiqariladi. Bu esa 23200 ta xonadon yoki 93000 aholi uzluksiz elektr manbai bilan ta'minlanadi degani. Bandiqan aholisi 2-5 ming kublikda 10 ming so'mlik inshoot rezervuar qurilyapti. Mana shu rezervuardan keyin 4 kilometrda Saroy suv inshootiga diametr 426 bo'lgan temir suv quvuridan aholiga suv yetkazib beradi. Bu degani yaqin kunlarda Bandiqan tuman aholisi 95%ni to'liq toza suv bilan ta'minlanadi degani. Ushbu mega loyiha doirasida suv omboridan to Termiz shahrigacha 382 kilometr uzunlikda metall quvurlar yotqiziladi. E'tibor qiling, uning 160 kilometri magistral, 222 kilometri esa 12 ta tuman va viloyat markazlarini suv bilan ta'minlash o'zellarigacha bo'lgan ichki quvurlar hisoblanadi. Bir daryo suvidan inson hayoti uchun zarur bo'lgan 2 resurs olinayotgani chinakamiga e'tirofga sazovor.
Bugun surxondaryoliklarning hayot farovonligini oshirishga qaratilgan bu kabi loyihaning ikkinchi qadami o'z samarasini berishidan voha xalqi umidvor.